Shariat hatto shuni ham ijoza bermaydi. Bir ayolni ko'rasiz, uyidan chiqadi, bir mard degan darvozasini eshigiga to'xtatdi, o'shaning mo'tariga kelib o'ltiradi. Shunga ham gumoni bad qilmang. Imkoni bor o'zini mahramlari bo'lganda bo'lsa. Hatto Imom Shofiy rahmatullohi alayga nisbat beradilar bu gapda. Hazrat Imom Shofiy rahmatullohi alayhi aytdilarki, bir kishini ko'rsanglar, soqqallaridan sharob oqayotgan bo'lsa, sharob soqqalidan kelib oqayotgan bo'lsa, o'shanga ham gumoni bad qilmagin, imkoni borki boshqa bir kishi degan shu sharob bilan o'ziga urgan bo'lsa. Ajib yaxshi dinimiz bor. Ajib bir zebo dinimiz bor. Qancha millatni muqobiliga gumonhoy bad qilamiz. Agar bir kishini ko'rsakki sarmoyasi, doroyisi, puli, iqtisodi ko'p bo'lgan pillasiga qancha gumonhoy badni bizlar qilamiz. Wala bu shoyat haromdan topgan bo'lsa, wala imkoni bor qimor urgan bo'lsa, wala imkoni borki falon va falon gunohni qilgan bo'lsa, bu qo'liga bu pul jam bo'libdi. Islom din ijoza bermaydi meni azizot. Hatto murda bizlarda oldimizdan qo'limizdan qolgan emasdi. Murdalarni keytidan bizga gapiramiz va gumonibat qilamiz. Darholiki payg'ambar islom sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Uzkuru mahasina mautakum." O'lgan kishini yaxshiliklarini sizlar millat ichiga yod qilinglar. Gumonibat tarqiboli o'lgan kishilarga qilmanglar. Payg'ambar islom sallallohu alayhi vasallam o'zlari to'xtatdilar, yo e'tikofga yo masjidni oldiga Safiya radhiyallohu ta'ala anha onamiz xotillari ollariga edi. Mutoji bo'ldilarki, ikki kishi uzoqdan ko'rdi. Payg'ambar islom sallallohu alayhi vasallamning zehnlariga shu keldiki, shoyat shu ikkala sahoba yo shu ikkala kishi gumoni badlar muqobili menga qilgan desa, aytdilarki, ikkoving ham to'xtaydi. Ba'da zikov to'xtagandan so'ng aytdilarki, "Hadihi Safiya." Safiya falonining qizi, xotinim bo'ladi, onalaring bo'ladi, bilasizlar dedilar. Ijoza berdilar, ketdilar ballar. Nima uchun? Agar shu ikkovini shu yerga tilattirmasa, al-ayozu billah shu ikkovini zehniga shu keladiki, Hazrat payg'ambar islom sallallohu alayhi vasallamdan da begona xotin nima qiladi? Ham Xudoy fok borasiga gumoni nekimiz bo'lsin va ham millat borasiga gumoni nekimiz bo'lsin. Har raqam xabarlar, beasos xabarlar, xususan sarnavushti millatga zarba uradi, xususan kishvardi sarnavishtiga zarba uradi. Bu televizorlardan, radiolardan, Facebooklardan, Instagramlardan, YouTubelardan, shabakalar ijtimoiydan xohlaylikki amniyat va oromish bir millatni zilfisol kelsa, bizlarning mas'uliyatimiz nimada? Gumoni nek qilishlik biz to zamoniki o'sha gap tahqiq bo'lmasa va tasbit bo'lmasa.